Biza foydalanadigan mebel olmosdan qimmatroq va noyobroq. Hozir nimaligini tushuntirib beraman. Yer yuzida olmos qimmatbaho sanaladi. 1 karat olmos 3000 dan 30 ming dollargacha turishi mumkin. Aytishingiz mumkin, 30 ming dollarga men butun boshli uyni mebel bilan to'ldiraman-ku deb. Lekin azli olmos nimadan tashkil topganini yaxshi bilamiz. U uglerod, ya'ni karbondan tashkil topgan. Olmos paydo bo'lishi uchun uglerod, bosim va harorat kerak bo'ldi. Va koinot miqyosida olmos juda ham keng tarqalgan. Hattoki olmos sayyoralar bor. Cancri 55 kabi. Endi bo'lsa biz foydalanadigan mebellar nimadan ishlab chiqariladi? Yog'ochdan. Yog'och nimadan olinadi? Daraxtdan olinadi. Daraxtni o'sishi uchun qancha narsa kerakligini bilasizmi? Suv, havo, fotosintez, mo'tadil atmosfera, shunga o'xshash juda ham ko'p narsa kerak. Undan tashqari bugungi kunda ilm-fan daraxtni faqat yer yuzida borligini aniqlagan. Boshqa birorta sayyora yoki koinotning qaysidir qismida daraxt o'sishini hali aniqlamagan. Shunaqa ekan, qaysi biri qimmatbahoroq? Olmosmi yoki mebel? Fikringizni yozib qoldiring.